Baxtiyor 1 minutga kelgin. Nech pul? 1 minutga. Qancha so'rasan? Nech pul boy aka? Hurmatli obunachilar, 85 million so'mga tug'magan xunachilar jupiga bir joyga savdo bo'lyapti. 85 million so'm, yetuk bo'g'ozlar. Seshanba kuni Shahronda 68 millionga sotildi-yu, shved. 68 millionga sotsa, o'shanga ham gapiryapti odamlar. Deydi, bu deydi, narxini qimmat qilyapti deb. Hurmatli obunachilar, bular bo'lmasga bilmay follow ko'rmanglar. 85 million so'm 90 millionga ol deyapti ikkosini. 90 millionga, 45 milliondan ol deyapti. Havas qilib like bosib qo'yganlar molxonasida eng kam 10 tadan shunaqa toza shvedlar aylanib tursin, xudo xolasa. Sotildimi aka? Nech pul? 35 million so'mga sotilibdi. Nechta sut? 12 ta sutga. Nech pul boy aka? Hurmatli obunachilar, 58 million so'm savdosi bo'lyapti. Bolasi xonajin ekan. 58 million. Hoppa. Mol ham zo'r, pul ham zo'r. Nechta sut? Aka molni olyapman, maylimi aka? Siz olmadim jon aka, molni olyapman. Aytib qo'yapman xolos. Hop aka, eshitdim. Olayotganimda yo'q, bizni olmayin deganingizni eshitdim aka. Molni olyapman. Teskari qarab. Yo'q, eshitdim. Yaxshi mol ekan, omajonim, yirik mol ekan. Mushpasli gaplashamiz desam, 61 ga xaridorim bor deyapti-yu. Boyaga nech pul sotmadingiz buni? Bolasi buqa 38 million, nechta sut? 15 ta sutga 38 million so'mga sotilmayapti, hurmatli obunachilar. Mollar narxiga nima bo'lyapti, obunachilar? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, YouTube chorva ishqibozlari, bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar. 2025-yil 26 oktyabr hafta kuniga yakshanba. Andijon viloyati Marhamat chorva bozorida sizlar uchun sigir bozoridan video obzorini boshladik. Akalar, mehnatimizni arsa bir dona like bosib qo'yasiz. Bizni ashaddiy haqiqiy mehnatimizni qadriga yetadigan obunachilarimiz bor. Like bosib padashga qilib turadi. Qadr qilgan odam like bosib turadi mehnatda. Yotib maza qilib syomkani tomosha qiling. Bugunga yaxshi sigirlar chiqib xudo xolasa. Sigirlarni bo'g'ozdan chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Videodan uzoqlashmanglar. Kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Ko'rib turibsiz, bozor shamoli yozuv bor. Oxirida podpisatsiya obuna bo'lishmi. Nech pul boy aka bu? Ena bola nech pul? Bolasi buqa ekan, 50 million kam bor ekan. Suti nechta? 10 dan oshiq. Qornida bormi? Yo'q. Talab bo'pti. Bo'ldi, puli jicha tushmadi. Omad zo'r mol ekan. Boyaga nech pul bermadingiz? 41 million so'mga sotmayapti. Bolasini ham ko'rib qo'yaylik. Shoqi yo'q-a? Yo'q. Bu Green Ford shekilli bola, aka? bilmayman aka, mashina bolasi aka. Mana. Malla rangini qarang buni. Ishqibozga nomer beraylikchi boy aka. 99lik 99lik 369 369 0055. 0055. Ishqiboz bo'lsanglar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Matta nima qizi ya? Ziyod aka qasim, ha? Ha, unda bo'lmaydi. Bo'ldi, mana 200 ming gapini oldim mana. Bu ham Allohga tavakkal. Xo'p. Nesli. 200 ming kam, 30 ming. Like bosinglar deb qo'ying. 200 ming kam 30 million so'm savdo bo'lyapti. Men bilyapman. Enasi tug'iydi ona. Oldu, qarang. Bolasi xonasini aka. Nech pul aka?
19 milyon 100 ekan. Ingichka yana chiroyli mol ekan. Xo'p, bir boshdan boshlaylik, ha, hurmatli obunachilar. Shalkash bo'lib ketmasin. Mana bir boshdan. Mana, qarang. Shvedlar serob chiqdi bugunga. Bu nechta tuqqan? Nechta tuqqan? Puluchi? Bitta tuqqan 35 million kam bor ekan. Buni bolasi nov olsa ekan bu ekan. 3-4-bolasi deyapti. Puli nech bilan uni boy aka? 45 million kami bor ekan. Mashina. Qonida 1 oylik yumonasi bor. Savdo qilishdimi? Endi. Anu shoqlik nechta suti bor buni? 12 ta 13 ta sut bor, 10 taga beramiz. 10 litrga berilar ekan, hurmatli obunachilar. Gap yo'q. Ishqibozga nomer beraylikmi aka? Yo'q, sotib yuboramiz. Sotib yuborasizlar. Bozoringizni bersin. Nech pul boy aka? 25. Mana molimiz qisiragan, hurmatli obunachilar, 25 million savdo qilishyapti. Nechta suti bor buni aka? 25 million savdo olyapti. Nechta tuqqan? 2 ta tuqqan, 3-siga bo'g'oz. 2 ta tuqqan, 3-siga bo'g'oz. 25 qilyapti. Bo'g'ozni yaniq bas ekanda. Oma katta mol ekan. Malakasini bersin. Sotib oling. Nechta tuqqan ekan molingiz? Bor ikkinchi bolasi. Nechta sut? 16. Ikkita tuqqan. Bering desang olimdan bor. 16 ta sut. Ovash, shvet ham yaxshi narsa. Puli nech pul aka? Puli nech pul? 55 million ozgina xayri bor. 55 million ozgina xayri bor ekan. Savdo qilishdimi? Qilishyapti endi. Hamma har xil savdo qilyapti. Uzoq yillar sigir qilaman degan obunachilarimiz uchun, hurmatli obunachilar, Shvedda ham haqiqiy original ekan. Tutami ham zo'r ekan. Keyin molni bo'ylari ham 1.35 ta yonida ham bor ekan. Kichkina mol bo'lsa ekan. Ishqibozga nomer beraylikmi aka? Ayting. 90 li. 216 1985. Shved boqaman degan obunachilarimiz uchun. Mo'jab bo'lyapti bu yerda. Savdo keltiryapti. Ana men uni savdo qilyapti, hali qisir suti bor, savdo qilyapti og'a. Bozorini bersin. Bozoringiz bersin aka. Sizga boyton? Nech pul deyapsiz? Buni 40 million kam bor deyapman. Bolasi xonasini? Bovoqcha. Buqa. Bola buqa. 2-avgust kuni tug'ilgan. 40 million kam. Xonadachi? Yo'q, xonada endi. Endi. Savdo qilishdimi? Nech pul? 35 yarim. Ay, gap yo'q. Yosh mol ekan. 15 ta. 35 million 500 ming so'mga berilmayapti ekan. 15 ta suti bor ekan. Bo'ylari shu 1.30 davom berdi mol. Ama chiroyli mol. Bo'lgan bola buqa. 36 ga sotib yuborasizmi? Sotmaysizmi? Hurmatli obunachilar 36 ga qo'shilib sotar ekan.
Nomeringizni berib qo'yaylikmi ishqibozga? 88'lik. 88lik. 273 273 83 78. 83 78. YouTube'da Bozor Shamoli kanalida ko'rib telefon qilyapman desa, sotib olmagan bo'lsangiz yo'lida bering aka, xudo Bo'ldi, xolasa. xudo xolasa. Ishqiboz bo'lsangiz aloqangizni ko'rasizlar, hurmatli onalar. Albatta to'qol sigiramiz chiqibdi. To'qol bozordan yo'qoldi deydi-yu. Aka bu nechta tuqqan mol? Bitta birinchi tuqqan. Qo'nacha. Nechta sut? Ikkita suti bor. Pulichi? Puli nech puli? Nima deymiz? 25 deyapti. Yaxshi. Katta mol ekan. 45. İki yüreğimi? İki yüreği. Boyaga savdo qilishdimi? Har xil berishyapti. Balandchi, men olaman. 5,5 bermadi. 35 milyon 500 ming so'mga sotilmayapti ekan. Bolasi xonachi, tishi 2 yurak, 12 ta sutga. Zo'r aka, joyida. Baland mol ekan. Bo'lma xonachin ekan. Aka ishqibozga nomer beramizmi? Beramizmi? Bozoringizni bersan aka. Boyaga nech pul bu? Nechmi qilishdi? 40 milyon kami bor ekan, 31 milyon savdo qilyapti. Xonajini? Ha, o'sa ekan. Bolasini olsin. Hatta savdo qizi ham. Nechta tuqqan, nechta sut? Ikkinchi bolasi. Ha. 9 litr sutni ko'rdi aka. 8 litrga sinashga beraman dedi. Barakasi bersin. Chiroyli mol ekan. Qarang. Yetti yoshgan joyda ekan. Bozoringizni bersin aka, yaxshi pulga soting. Nomer beramizmi? Ayting. 97lik. 97 061 061 1597. 1597. Aloqangizni ko'rasizlar. Bozoringiz bersin. Nech pul? 36 milyon. Nima deyapti akam? 38 38 milyon so'mga dehqonga savdosi bo'lyapti. Hozirgisi 36 ekan. Bozorimiz. Nima bo'ldi boya aka, berdingizmi? 59. Qani aka? Qanali aka? Olmay. Ketdimi? 59 milyon so'mga chiqdi. Boyaga tortib qo'ying-chi. Qarang. Marhamatda bugun ertamangi bosh degali bo'g'oz xonasizlar turibdi-yu. Ashim bilan mashimol bugungi bozorda qiroqli bo'ldi. Tutamni qarang, bunday hurmatli onasizlar. Mashalloh. Joning sog'. Aka savdosi bitadigan o'xshab turibdimi? Bo'lmasa nomeringizni beraylik. Qo'llar shekilli bu. Bitsin ilohi. Barakasi bersin. Havas qilib like bosib qo'yganlarda uyda 10 tonta shunaqa sigir bo'lsin. Shvedda ham toza, originali bo'lsin. Bozorini bersin. Xo'p, hurmatli onalar, biz bo'g'ozlar ko'ramiz. Aka bozoringiz bersin. Ha. Bo'g'ozlar ko'ramiz. Bo'g'ozlarda ham yaxshilar chiqibdi. Nech pul bar aka? 25 milyon. Sto nechta buni? 2 litr. 2 ta ekan, 3 oylik bo'g'oz. Vallahi ajoyib. Xo'p, bo'g'ozlar ekan. Bo'g'ozmi aka bu? Necha oy? 5 oylik bo'g'oz. Pulichi? 5 oylik bo'g'oz 50 milyon kam bor. Savdo qilishdimi? Boyaga nech pulga bermadingiz? 35 millionga sotilmayapti.
Xo'p, akalar, bo'g'oz ishqibozlari uchun yana ular sotilibdi. Sotilib shekilli. Necha pulga berdinglar? 88 millionga sotilibdi, hurmatli obunachilar. Malades. Boqqan dehqon maza qilsin. 88 million. Ikkita molingiz bo'lsa, sotib turib bozorga chiqib, eng zo'r mashinani minib keladigan bo'lyapti hozir. Oldin odamlar mashinani sotib, mol sotib mashina olardi, hozir teskari so'qqa. To'g'rimi aka? Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 88 million. Bitta jentira beradi hozir. Mana hurmatli obunachilar, chorva boqinglar, mashina olasiz, ziyon qiladi. Mol tashing, foyda qiladi. Barakasini bersin. Zo'r. Olgan odam sotgani oldimikin? Dehqon oldi. Dehqonmi? Dehqonga o'tibdi. Men savdosi bo'ling. Nech pul qilishi? Necha oylik? 2 oylik gumon aka. Hurmatli akalar, hurmatli chorvadorlar, xudo xolasa bo'g'ozi-yu sigirini boshidan kirib chiqib ketdi, to'g'rimi? Bizni hurmat qilib, mehnatimizni qadr qilib, bir dona like bosib qo'yganlardan Alloh rozi bo'lsin. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga ishlariga, kasb-kor yo'lda baraka bersin. Bugungi videolarimizda, gaplarimizda, hatto kamchilik videolarimizda kamchilik bo'lsa, men uzr so'rab qolamiz. Rahmat hammaga, ko'rishguncha.